Eslaysizmi? Men Instagramda sizlardan so'ragandim, Moviy dengiz afsonasi serialini YouTube'da kadr orti bilan qo'ysam ko'rasizlarmi deb. Siz ha deb javob berdingiz. Endi va'da bajarildi. Bugun sizni o'sha sehrli, ammo kulgili kadrlar ortiga olib kiraman. Romantik dengiz, sovuq suvlar va orqada aktyorlarning kulgudan to'xtamay qolgan lahzalari. Bu safar siz Moviy dengiz afsonasini boshqacha tomondan ko'rasiz. Qani ketdik. Bu sahna Moviy dengiz afsonasining eng jiddiy daqiqalaridan biri. Lee Min-ho ko'chada bezorilar bilan to'qnashadi. U esa har bir zarbani mukammal nazoratda ushlab turadi. Kadr orti esa butunlay boshqacha manzara bo'lgan. Ular urush sahnasini qayta olishgan, chunki Jun Jin-ho Lee Min-honing jiddiy yuzini ko'rib kulgini tiya olmagan. Har safar action deyilganda kimdir kulib yuborgan. Ekranda jiddiylik ortida esa samimiylik hazil. Shuning uchun ham bu tomoshabinlarning yuragini zabt etgan. Aytishadi-ku, ba'zi insonlar qayerga borsa u yerda kulgu bo'lishadi deb. Ana shundaylardan biri Jun Jin-ho. Serial davomida u nafaqat kamerada, balki kadr ortida ham hammaga kayfiyat ulashgan. Jiddiy sahnalar ham unga to'sqinlik qila olmagan. Lee Min-ho bir intervyuda aytgan edi, Jun Jin-ho bilan ishlash bu har kuni komediya suratga olishga o'xshaydi, chunki u hatto eng dramatik paytda ham bir kulgili so'z yoki bir harakat qilardi. 왜 이래? 끝났네 또. 나가! 실색 한번 해. Ko'pchilik bu serialni sehrli muhabbat hikoyasi deb biladi, lekin siz bilasizmi, bu afsonaning orqasida qancha mashaqqat, mehnat yotadi. Jun Jin-ho serial davomida ko'plab sahnalarni haqiqiy suv ostida suratga tushgan holda ijro etgan. Bu oddiy narsa emas. Suv ostida nafas ushlab turish, sovuqda chiday olish va yuzda tabassumni saqlash juda qiyin bo'lgan. U hatto intervyularda hazil qilib aytgan, men rusalka bo'ldim, lekin bu rolda suv bilan do'stlashishimga to'g'ri keldi. Ko'pchilik bu sahnalar effekt deb o'ylaydi, aslida esa ularning katta qismi haqiqiy suv ostida olingan. Shu sababli bu sahnalar yanada tabiiy va tomoshabinni o'ziga tortadigan bo'lgan. Bu sahnada Lee Min-ho oyog'i bilan boltani tepishi kerak edi, lekin u ancha vaqt tepa olmadi. Kadrlar bir necha marta qayta olingan, jamoa esa kulgidan o'zini zo'rg'a tutgan. Ko'rinishidan sahna jiddiy, lekin orqasida ancha kulgu bor. Lee Min-ho ijrosida davomida shunaqa qiziqarli voqealar ham bo'lib turgan. 안 켜져? 아니야. Shu bilan bugungi kadr orti sirlari yakuniga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, bitta like bosing. Eng qiziqarli seriallar ortidagi sirlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni xohlaysizmi? Unda bizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi safar qaysi serialni ko'rmoqchisiz? Izohlarda yozib qoldiring. Keyingi dasturlargacha xayr.